Navbatdagi savolimiz bizga 136 cm kvadratga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak berilgan. Uning perimetri eng ko'pi bilan necha bo'lishi mumkin? Ya'ni necha santimetr bo'lishi mumkin degan savol edi. Xo'p, bizda 136 degani uchun biz bilamizki, to'g'ri to'rtburchakning yuzi eni bilan bo'yining ko'paytmasiga teng. Demak, enini 1 bo'yini 36 deb olsam, yo enini 2 bo'yini 18 deb olsam, 3 bilan 12, 4 bilan 9, 6 bilan 6 deb olishim mumkin. Qachon bular eng katta perimetrga erishadi desa, har biriga perimetr topib ko'ryapman. Bu hisobga, ya'ni bir-biridan uzoq bo'lgan ikkita sonda eng katta perimetrga erishadi. Ya'ni 1 bilan 36 ning orasida 35 ga farq qiladi. Ya'ni 1 bilan 36 ning orasida 35 ga farq qiladi. Xo'p, buni perimetrini tekshirib ko'radigan bo'lsak 74 cm. Xo'p, 2 bilan 18 ni ko'radigan bo'lsak, uning perimetri 40 cm. Ularning orasida anchagina farq bor. Demak, kattadan kichkinaga qarab kamayib boryapti. Bizga P maksimal so'ralganligi uchun bir-biridan eng uzoq bo'lgan ikkita sonni olamiz. Ya'ni 1 bilan 36 ni hisoblaydigan bo'lsak, perimetri 74 cm bo'ladi.